Tracker avtomobilimizga shapurdan 30 avtosini berdik. O'sha ya'ni o'sha qishga tayyorgarlik, ya'ni masofadan yo'qasizkan. Mana shu yo'nda. Bilasizlar, Tracker 10X larni shapurlarga avtozapislari yo'q. Kelsangiz mana shu chipli o'rnatib berib, garantiyalar bilan qilib beramiz. Shapurlarni avtozapislar qilib beramiz. Qulf va pachkalar bitta men pachkalayman, birodmi? 3 ta, 3 ta qulach bosamiz, mashina yo'l qilib beradi. Mana shu yo'nda. Biz mashina ochamiz, mana mashina ishida hech kim yo'q. Biz mana shu masofadan o't o'ldirish dvigatelini xizmatlar kelsa, kelaversa, akkurat sachov xizmatlar qilib beramiz. Undan tashqari chiplar o'zimiz do'konda sotiladi, ya'ni Buxoro shahri bo'yicha dastavkalar ham bor. G-Tower. Bu mashinamizga kartlar o'rnatib berib bekitib ukamiz. Nimalar ular bering aytasiz. YouTube navigator Alisa голосовое управлениесі ishlaydi. Полный hamma GPS'lari ishlaydi. Mana shunday ishlaydi. Android qilib bering metr. Android. Radar podatsiyalar ustanov qilsa bo'ladi. Bo'ladi. Y hamma. SIM karta ham bo'ladi bu. 4G. Ya'ni bunga CarPlay ustanov qilib berdik. 4 ga 64, to'g'rimi? Xuddi shunday. Biz 1 million so'm evaziga originaldan CarPlay o'zimiz do'konimizda mavjud. Undan tashqari arzonchilari ham bor. Yanadan salgan narxlar qimmatroq ham bor. Nomer qo'ldan farqli telefonlarsiz barcha aksessuar zapchastlar o'zimizda mavjud. Nalichda. Biz shu uzun bilan savdo qilamiz. Agar siz birinchingizga qarsangiz bo'lmasa biron bankdan plastikingizga pul tushib turgan bo'lsa, stir o'ziga ham uzun narsa savdosi orqali bo'lib to'lashga radar padar hamma yo'q qilib beraveramiz, xudo xolasa.